muharririm. G'alaba muborak bo'lsin. $56,250,000 so'mlik yutuq, statuetka va diplom muborak bo'lsin deymiz. Ana endi ikkinchi o'rin kimga nasib etganligini bilib olamiz. Bosma nashri yo'nalishi bo'yicha eng yaxshi jurnalistik material uchun milliy mukofot ikkinchi o'rin g'olibi Xalq so'zi gazetasining iqtisodiyot bo'limi muharriri Faxriddin Bozorov. G'olibimizni sahnamizga chorlab qolamiz. Chin dildan muborakbod etamiz. Tabriklaymiz Faxriddin aka. Siz va Jurnali butun jamoa vakillarini bugungi ajoyib mukofot bilan, yutuq bilan samimiy tabriklaymiz. Va nominatsiya bo'yicha birinchi o'rin sohibini e'lon qilish uchun ma'muriy tayinlan. Bosma nashri yo'nalishi bo'yicha eng yaxshi jurnalistik material uchun milliy mukofot ikkinchi o'rin g'olibi Respublika imkoniyat gazetasining Samarqand viloyati bo'yicha muxbiri Xolqon Qosimov.